tadbirkorlar aloqada jamg'arma hisoblanadi beriladi. Resurs. Bu xotin qizlar va yuridik shaxs, ya'ni bir yil bo'lgan holatiga, aborot qilgan bir yil bo'lgan holatiga uchinchi insonlar orqali hamda oilaviy tadbirkorlikni tushunishni o'rgatganlarga imtiyozlar asosida kiritiladi. Ya'ni bankrontliklar va mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam kiritildi. Bu ushbu kredit 5 yil muddatga beriladi, 25% bilan 25% bilan beriladi, 5 yil muddatga imtiyoz davri 2 yil, ya'ni 24 oyni tashkil qiladi. Bu qanday qurolga berish mumkin deyish savol berishlar mumkin. Bu o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslarga ajratiladi. Yana 17 million kiritimiz bu biznesga birinchi qadam bo'ladi. Bu 4 yil muddatga beriladi, 6 imtiyoz davri bilan 17 million so'mgacha maksimum. Ushbu kreditlardan kimga olish ehtiyoj bo'lsa, bemorlar to'lasa, bu kreditni hozir konvert dasturi asosida tez ajratib beramiz kreditni. Kimda kirib bo'lish Assalomu alaykum avvalambor. Men Bekmur Bo'ynurov. Turkiston mahallasidan qolganman. O'zim tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida nima ishlar qilish kerak, qancha kredit olish mumkin? Hozir kechagi kunda. Bu siz birinchi hozir nima faoliyat qilish kerak, qanday hujjatlar? Biz o'zimiz band qilgan qarorga ko'ra, ya'ni sizda hozir 50 million so'mgacha olish imkoniyati mavjud. 5 yil muddatga 2 imtiyoz davri bilan beriladi. 25% bilan ajratiladi. Bu o'z band qilgan emas, xohlagan chorasiz, xohlagan istiqomat. O'ziga to'g'ri kelgan holat bo'yicha. Shu narsa ko'rib chiqib